3 yil oldin Ichki ishlar vazirligida tashkil qilingan kiber jinoyatchilikka qarshi kurashish boshqarmasini ishi hali ko'rinmayapti. Masalan, o'tgan yili poytaxtda kiber jinoyatlar soni 16 mingdan ortib, fuqarolar qariyb 2 trillion so'm moddiy zarar ko'rgan. Ularni fosh etish bor yo'q 8% ga ham bormayapti. O'sha odam bizdan rozimi? Davlatdan rozimi? Norozi albatta. Jinoyatchilar bank tizimidagi bo'shliqdan, aholini ishonuvchanligidan va texnologik bilimi yetishmasligidan foydalanyapti. Lekin quruqlash tizimi nima taklif beryapsiz odamlarimizga? Ey odamlar, ehtiyot bo'linglar, ko'zlaringni ochinglar deb har kuni ijtimoiy tarmoqlarga, televideniya, gazetalarga nima taklif beryapsiz? Ichki ishlar va prokuraturaga bu yo'nalishda barcha masalani hal qilib berganman. Qani natija? Ishmetov bank va to'lov tashkilotlariga himoya tizimlarini joriy qilish qachon yakunlaydi? Qani natija? Qachon jinoyatchilikni bank tizimida jilovlaysan? Taklif berishing kerak. Mana banklarda ahvol mushkullashib ketyapti degan taklif yo'q menda.